Assalomu alaykum. Hyundai LF New Rise gibrid avtomobilimiz 2018-yil 109 ming kilometr yurgan atigi. Gibrid avtomobil, benzin hamda tok yuradi. 2 объем. Mashinamiz ideal holatda, kraska tegmagan, toza. Motordan yoqma joylari yo'q. Salonlari mana pokiza. Keng holatda. LF sanati ham. Eshik 5 ключевой dastur. Oldi signalsi ruchnoy suriladi akalar. Bokovoyda sensori mavjud. Yondan ham mashina kelayotganda sensor yonadi. Sport rejim, eko rejimlari mavjud. Signallar sovutadi, isitadi. Monitor mavjud. Breakbox high-testlari bor. 14,400,000 won, 10 ming dollarga to'g'ri keladi. LF New Rise gibrid mashina minaman deganlarga mashinani mana tiniq holatdagisi. To'g'richa qimmat bo'lishi mumkin, lekin mashina shunga loyiq. Kilometri ham unaqa ko'p emas. Holati ham tiniq holatda, kraska tegmagan. Tekshirib olishinglar mumkin kelib. Balonlari ham yaxshi holatda ekan. Shu bitta mo'yka qilinsa bo'ldi. Tiniq bo'lib qoladi mashina.